Mehmet Ez Sadiq Türkiye sudida Xitoy uchun jasuslik qilish jinoyati bilan ayblanib, 12 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. 2024 yili 2 ayning 20 kuni Türkiye saqchi doiralari Türkiye'de yaşayotgan Uyg'urlar va faoliyat olib borayotgan Uyg'ur tashkilotlari ustidan ma'lumot to'plash hamda Xitoy istixborot xodimlari bilan aloqalashish qatorliq jinoyatlar bilan 7 nafar Uyg'urni qo'lga olgan edi. 2025 yılı 3. ayının 4. günü ularning delosi ustidan ochiq sud ochilgan bo'lib, Mehmet Ez Sadiq degan kishiga 12 yil 6 oylik qamoq jazosi hukm qilingan. Ilgari tutilib, keyin adliya nazorati sharti bilan qo'yib berilgan Abdulla Nasir, İlyas Qari, Nur Muhammad Umar o'g'li, Habibulla Urumchi, Samet Asl Turk ve Haşim Sabitoğlu qatarlıq 6 kişi Türkiye Cumhuriyeti İstanbul 25. Ağır Cinoiy İşler Sud Mahkemesida açılgan sudda advokatları arqalıq ayıpnamıga itiraz bildirgan ve özlerinin qo'yib berilishini talab qilgan. Sud Mahkemesining qarornomasida bildirishicha, sudchilar ular haqida tayyorlangan ayıpnomalarini o'qib chiqqandan keyin yuqorqi 6 kishini jazoga tortqudak dalil isbotlarning yo'qligini o'tirib qo'ygan. Hamda ularni gunohsiz deb qo'yib berish qarori olgan. Sud mahkamasining qarornomasida bildirishicha, Mehmet Ez Sadiqning davlat maxfiyatligi kategoriyasiga kiradigan ma'lumotlarni siyosiy va harbiy jasuslik maqsadi bilan ta'minlashdek jinoiy qilmishlari isbotlangan ekan. Shu sababdan uningga Turkiya Jinoiy ishlar qonunining aloqador moddalarida ko'rsatilgan jinoyat o'tkazish shakli, jarayoni, qasddanligi, keltirgan xatarining og'irligi nazarda tutilib, qonun bo'yicha 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Sud qarornomasida yana jinoyatchining suddagi ifodasi va muomalasi, shunaqla uningga berilgan jazoning uning kelgusiga ko'rsatadigan ta'siri ko'zda tutilib, jazo muddati 12 yil 6 oyga tushirilganligi yozilgan. Sud mahkamasining qarornomasida deyilishicha, gunohsiz deb qo'yib berilgan 6 kishi garchi davlat maxfiyatligiga tava uchurlarni siyosiy yoki harbiy jasuslik maqsadida Xitoyga ta'minlash jinoyati bo'yicha ayblangan bo'lsa-mu, biroq taftish mahkamasi mazkur kishilarga qartilgan jasuslik haqidagi gumonlarni tekshirish orqali isbotlay olmagan. Bu sababli Turkiya Jinoiy ishlar qonunining aloqador moddalariga asosan ular gunohsiz deb qo'yib berilgan. Undan boshqa mazkur shaxslar haqida yo'lga qo'yilgan adliya nazorati tadbirlari amaldan qoldirilgan. Undan boshqa yana sudda aqlinib chiqqan 6 kishining advokatga sarf qilgan chiqimlar uchun har bir kishiga davlat xazinasidan 48 ming turk lirasi qaytarib berish hukm qilingan. Sud hukmining oxirida aqlinib chiqquvchilarning turmada tutib turilgan vaqtlar uchun Jinoiy ishlar da'vo qonunining 141 moddasi bo'yicha to'lam talab qilsa bo'ldiganligi bildirilgan. Biz jasuslik bilan ayblanib 12 yil 6 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan Mehmet Ez Sadiq to'g'risida fikr qarashlarini olish uchun uning o'g'lini ziyorat qilishga tirishgan bo'lsak-mu, biroq u savolimizga javob berishni rad qildi. U faqatla o'zining bu ishga aralashmayotganligini, dadasining qamoq jazosiga hukm qilinganligining to'g'ri ekanligini aytdi. Shunaqla boshqa deydigan gapining yo'qligini bildirdi. Biz bu sud jarayoni haqida yanama ilgirlagan holda ma'lumot olish uchun sudda aqlinib qo'yib berilgan Habibulla Urumchi bilan suhbat olib bordik. Habibulla Urumchi o'zining 2024 yili 2 ayning 20 kuni tutilganligini, o'tgan qatnamqi sudda adliya nazorati ostida turish sharti bilan qo'yib berilganligini, bu qatam 3 ayning 4 kunidagi sudda Mehmet Ez Sadiqdan boshqa 6 kishiga sud mahkamasi tarafidan jinoyati yo'q deb qo'yib berishga hukm qilganligini ta'kidladi. Meni bultur 2 ayning 20 kuni atiganda bomdod vaqti bilan tutib etib ketgan bo'ldi. 2-3 kun so'roq jarayonida telefonlarimizni tekshirgan bo'ldi, hesablarimizni tekshirgan bo'ldi, so'roq qilgan bo'ldi. Undan keyin bizga shu 3 kundan keyin bu da'voninki tutuqligini yo tutib turib davom qiladiganligiga hukm bergan bo'ldi. Silivridagi jazoviga gapirib so'lab qo'ydi. 7 oy 12 kunmi shu holatda yotgan bo'ldik. Toplam jarayon. Bu jarayonda bir mahkamaga chiqdik Orliqda. Shu oxirgi qitimliq chiqqan mahkamamizda boshdagi hammalar bilisizlar qo'yib bergan bo'ldi. 7 oydan keyin qolganiga budaq oxirgi qitimliq mahkamamizda 7 oylarni chiqib bu yerda ayrim hukm bergan bo'ldi.
ayrim bergen hükümde Muhammed Eziz degan qağlaqlıq adamdan başqa qağan 6'mizni resmi pappakiz şekilde cinayeti yok, bu işler bilan alaqası yok degan şekilde qo'yib berishga hukm qildi va buning bilan birga bir advokat chiqimi deb 48 ming lira har birimizga 48 ming liradan davlat tarafidan to'lab berdiganga uningdan boshqa hukumatga tazminot da'vosi ichib 7,7 minglar ma'naviy jafo tortdinglar, ziyon tortdinglar, buni davlatdan arz qilib ta'minot talab qilsanglar bo'ladi degan hukm bilan bizni qo'yib bergan bo'ldi. Habibullah Urumchi so'zda yana Mehmet Ez Sodiqqa sud mahkamasi 12 yil 6 oylik qamoq jazosi berish bilan birga tortib olgan pullarini musodara qilishga hukm chiqarganligini ta'kidladi. U Mehmet Eziz degan qağlaqlıq odamni mahkamaning o'zida 12 yil 6 oyga deyman hukm berildigan, ilib olgan pullarni musodara qildigan, uningdan boshqa e'tirozi bo'lib qolsa üst mahkamaga e'tirozi bo'ladigan shaklda hukm bergan bo'ldi. Habibullah Urumchi o'zi to'g'riliq ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan so'z cho'chaklarga norozi bo'lganligini, masalaning tub manbasini aniqlamay turib, so'z cho'chak tarqatgan kishilardan norozi bo'lganligini bildirdi. Men bu ijtimoiy taratqularda bo'lsin, insonlarning so'z cho'chaklari orasida bo'lsin, men mushu ish beshimga kelgandan keyin men bir hisobda bu sabab bilan, ya'ni mening sababim bilan boshqa insonlarmi mushu mening keynimdan qilayotgan dedi-kutu gaplar, iftira, g'ayvat, shikoyatlarni qanday inson ekanligini ularni bilib olgan bo'ldim. U o'zining beshiga kelgan bu kulbatlar to'g'risida mundoq dedi. Şu Türkiye'nin adalet kanunu en ahırda adaletini özü ko'rsatib qo'ygan bo'ldi. Bu vaqtda ziyoratimizni qabul qilgan doktor Erkin Akram apandi oldi bilan bu voqeaning salbiy ta'siri to'g'risida to'xtaldi. U bu voqeaning Turkiyadagi Uyg'urlarning kollektiv obrazini ma'lum darajada zidalaydiganligini, buningdan ilgari yuz bergan ba'zi voqealarning salbiy ta'sir paydo qilganligini ko'rsatib o'tdi. Bu voqeaning salbiy tarafi Uyg'urlarninki nomini Turkiyada bozulganligini ko'rsatdi. Burma shu Uyg'urlar aralashib qolgan ba'zi voqealar bo'ldi. O'mi Turkiyada Uyg'urlarninki inovatiga va nomiga ta'sirlar bo'lib ketdi. Doktor Erkin Akram yana Turkiyada bir davlatda biror Uyg'ur tashkiloti rasmiy holda qurilsa, uning davlatning qonun organlari tomonidan qo'g'dildiganligi, navada Uyg'ur tashkilotlari va vaqflari ziyonkashlikka uchrasa, davlatning qonun organlarining buningga qarab turmaydiganligini, ziyonkashlik qilguvchilarning hamon sudga tortilib jazolanadiganligi, shunga bu voqeadan Uyg'urlarning tajriba savoq olishi lozimligini ta'kidlab o'tdi. Hamda ijobiy tarafdan deydigan bo'lsak, shuni ko'rsatgan bo'ldi. Har qanday rasmiy qurilgan bir Uyg'ur tashkiloti shu davlatninki qonun tarafdan qo'g'danadi. Agarda shu derneklar, vaqflarga shunday bir ziyonkashlik qilgan chog'da u davlatninki qonuni bu ishga aralashidir. Shuningga sudga berilgandan keyin bunday odamlarni jazolaydi. Ya'ni bu Uyg'urlarning tashkilotiga shuningga Xitoyning odamlari xohlagancha kelib istikbarat ilib ketdi deyish bo'lmaydiganligini Uyg'urlarga anglatgan bo'ldi. Uyg'urlarning bu voqealardan balki tajriba savoq olishga bu bir ijobiy tarafi bo'lishi mumkin deb o'ylayman.